Xo'sh, endi internship, ish, agar xohlasangiz work authorization, viza haqida gapiradigan bo'lsak, Aha. fikrlaringiz qanaqa? Hop, Challenge'lar? hop. Birinchi internshipimni 2022 yil shu ikkinchi kursni bitirgandan keyin qilganman. Hmm, Onlayn ishlardim bitta startapda. hmm, O'sha yerda ularni veb saytiga yordam berardim. ha, 3 oy ishlaganman u yerda. Uni topish ham qiyin bo'lgan. Nimaga? Chunki hmm, birinchi o'rinda Amerikada mejdunalog siyosat faqat birinchi yildan keyin odatda work authorization olsa bo'ladi. То есть work hmm, authorization emas, internshipda ishlasa bo'ladi. Yani CPT deyiladi, Curricular Practical Training. hmm, Odatda bir yildan keyin olasiz. То есть ikkita semestrdan keyin. Ba'zi universitetlarda birinchi kundan ham olsa bo'ladi, lekin hani one day CPT deydi. Lekin ular kam. shunaqa, differentlar ekan. O'sha bir yil значит kutishingiz kerak. Va siz mejdunalog student bo'lganingiz uchun a, ko'p kompaniyalar sizni ishga olmaydi. Nimaga? Chunki sizni Amerikada olib qolish uchun ular sizni sponsorstva qilishi kerakda. Lekin hamma Vizalaringiz kompaniya ham buni kelajakdagi. xohlamaydi. Hmm. Shunaqa, hamma kompaniya ham buni xohlamaydi. Shuning uchun ko'p kompaniyalar sponsorstva qilmaganligi uchun sizni bozoringiz juda ham kamayib ketadida. Ha, Ikkinchi kursda inter- masalan menda bizda masalan bizni universitetimizni shaharchasida ikkita katta kompaniya bor. Amerikada bittasi top 50 ga kiradigan State Farm hmm, degan страховой kompaniya. ha, Главный ofisi bizni universitet yonida edi. hmm. Hamma universitetdagilar kirardi bor, amerikaliklar. Shunaqa. Umuman hech narsani yozolmasa ham kiradi. Bizni olmasdi. Sponsorlar International qilmasligi gazdan. uchun olmasdi. Shunaqa. O'shaning uchun juda ham qiyin bo'lgan. Men birinchi internshipni unpaid qilganman. Chunki yozda Hmm, vaqtim bor edi. Kampusda qolganman. hmm, И o'shanaqa qilib topib onlayn istab ishlaganman. Lekin o'sha возможность, o'sha tekinga ishlagan bo'lsam ham yordam bergan. Keyingi internshipimga u o'zim ishlagan kompaniyada Trustmark degan kompaniya bor. A, hmm, Bu insurance bilan shug'ullanadi, lekin insurance juda ham haligi specific insurance. Odatda mana har bir kompaniyani ishchilariga o'zini benefit packagelari bo'ladi. U degani shunaqa. qanaqadir foydali masalan ishchilariga insurance qilib beradi, shunaqalar. O'shaqalar bilan yordam Care, beradi child kompaniya. care'ga o'xshagan qanaqadir Shunaqa. discountlar. Shunaqaga yordam beradi. U yerda 3 oy ishladim. 2023 yili. Hmm, Keyin a, meni internship tugashi bilan menga full time offer berishdi. hmm, И 4-kursimda part time полный ishladim ha, ularda. ha, То есть maydan boshlab keyingi maygacha ishladim ularda, o'sha kompaniyada hmm, intern bo'lib. hmm, Keyin full time'ga o'tdim. Mayda mayda hmm. o'tdim. Shunaqa. Ish topish juda ham qiyin. To'g'risini aytaman, hozir ayniqsa juda ham qiyin. International studentlarga Chunki ayniqsa. Amerikani o'zlariga qiyin. Chunki hozir ish bozori juda ham sust va yangi ishlar kam haligi naqa qilinyapti. Open bo'lyapti. Create da Ochilyapti. Hmm. juda ham kam. Qaytanga minusga ham kirib ketyapti. Chunki kompaniyalar birinchi o'rinda AI narsa qilishyapti, push Qanaqadir qilishyapti. prioritize qilishyapti. Da AIda rezultat bo'lmasa ham bular uchun endi shareholder value-ku. Shuning uchun Shunaqa. ularga haligi o'sha kompaniyani egalariga qancha AI desa shuncha Shuncha good publicity uh, o'sha tarafda ham borda. То есть pul odatda masalan kichik qilganga o'xshaydi. shunaqa bular masalan odatda odamlarni ishdan chiqarib yuborsangiz, ishdan masalan layoff qilsangiz, odatda bu degani sizni pulingiz yo'q, siz qiynalyapsiz, shuning uchun majbur bo'lyapsiz Hmm. ishchilaringizni ishdan chiqarishga. Hozir qanaqa? Bular faqat restruktura qilyapti. AI masalan 15 mingta ishimizni osonlashtirdi deb shunaqa market qilyapti-da. Bu kompaniyalar finansi va hammasi Hmm. yaxshi o'zi asli olganda. Hech kim Hmm. haligidaqa minusda emasda, hamma plyusda. Hmm. Shunga sal g'alatiroq vaqt, hozir to'g'risini aytaman. Amerikaga kelib ish topishga, plyus viza tarafdan ham
qiyinlashib ketyapti. Yangi lotereya H1B bu ish vizasi. H1B ham qiyinlashib ketyapti. Shuning uchun iloji boricha sizlar direction bilan kelishinglar kerakda, plan bilan kelishinglar kerak. Просто kelib yaxshi joylashib ketaman desangiz oson emas hozir, juda ham qiyin. Ish topish qiyin, yaxshi ish topish juda ham qiyin. Sponsor qilib Sponsor qiladigan undan ham qiyin. Shunaqa juda ham qiyin. O'shanga sizlarga shunaqa savol bergan bo'lardim. Mentally tayyorlanib keyin kelsanglar shunaqa qiyin bo'ladi. Job topish, ayniqsa siz aytgandaqa American o'zi people bilan mana international students, international people get treatment job marketda boshqa joylarda ham ancha boshqacha. The same treatment topish kamdan kam bo'ladi deb o'ylayman. Shu endi